Shu yerning o'zida yangi profillarni qo'shishimiz mumkin. Foydalanuvchilarga kirib, bu yerda kerakli guruhni tanlaymiz. Agar bizga adminlik kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi adminlarni qo'shib qo'yaveramiz. Shu yerda ularni yaratayotganda global foydalanuvchini yaratishni tanlaysiz. Va yangi ishchimizning telefon raqamini kiritib qo'yasiz. Eslab qolasizki, global ishlatuvchini qo'shib qo'yish uchun biz oldindan uni yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni registratsiya qilib, telefon raqamini kiritib, registratsiya qilasiz. Va shundan keyin telefon raqamini bu yerga qo'shamiz. Kassirdan esa yaratish oson. Biz Cashiers ga kiramiz va tizim foydalanuvchini yaratishni bosamiz. Masalan, kassa 2 deb qo'yamiz. Login kassa. Mahalliy parol. Va yana bir martalab kiritib yuboramiz mahalliy parolni. Saqlashni bosib, yangi kassirni yaratamiz shunaqa qilib. Kassirlarni esa ularni rollardan chegaralashimiz mumkin. Cashiers ga o'tamiz va shu yerning o'zida huquqlarini cheklab qo'yishimiz mumkin. Hisobotlarni cheklab qo'yishimiz mumkin. Hujjatlar, hisoblarni o'tkazishni cheklab qo'yishimiz mumkin. Va ombor amaliyotlarini cheklab qo'yishimiz mumkin. Masalan, kontragentdan tushumlarni, sozlamalarni cheklab qo'yishimiz mumkin. Lekin kassirlarga bizga ular kerak bo'lmaydi. Kassirlarda biz faqatgina post degan joyini sozlaymiz. Va shu yerda kerakmas narsalarni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Yo'kida yo'q qo'yishimiz mumkin. Agarda aytaylik qaysidir ishimizga parolni o'zgartirib qo'ymoqchimiz, biz mahalliy parolni o'rnatishib o'zgartirishimiz mumkin. Yangilashni bosib, yangi parolni o'rnatamiz.